Hermesda ishlaganman. Londonda turaman. Erta yetayapti deb aytishadi. Hammaga salom. Meni ismim Kamila. Birinchi marta o'zbek tilida kontent olishim. Anchadan beri o'zbek tilida gapirganim yo'q hech kim bilan. Shuning uchun o'zbek tilida uncha yaxshi gapirim yo'q. Uzr. Sal o'zimni tanishtirib ketay. Meni ismim Kamila. 24 yoshga to'laman. Bir necha oydan keyin, hozir 23 daman. Londonda turaman. Aytganimdek, Londonga magistratura bo'yicha uchib kelganman va shunaqa qolib ketganman. Bu yerda retailda ishlaganman. Ko'p brendlar bilan, bitta brendlardan bittasi bu Hermes, hamma bilsa kerak. Hermesda ishlaganman. Mana shu yerda rasm qoldirib ketaman, chunki bo'lmasam bizlarning odamlarni bilaman. Сказочница erta yetyapti deb aytishadi. Retail degani bu magazinda ishlash, sotuvchi, продавец, konsultant bo'lib ishlaganman. Keyin Aquazura brend bilan ishlaganman, L'Oreal, Lux, har xil brendlar bilan Londonda ishlab ko'rganman. Yana nima aytib berishimni kommentariyada yozib ketinglar. Balkim sizlarga nimadir qiziqdir. Bu yerda Londonda qanaqa qilib uchib kelganim, qanaqa viza olganim, qaysi universitetda o'qiganim, qanaqa rasxod bo'lganim, nima qiziq bo'lsa so'ranglar. Hammaga har